Okey, bo'ldi. Montajimni qilib bo'ldim. Qani endi mana bu kitoblarni o'qiyman, lekin oldin hozir men bittagina non qolibdi. Buni to'g'irlash uchun mana bu izimrudlarni olib, ozroq narsalar olib kelsam yaxshiroq bo'lardi. Ha, mana bu ham bordi-yu aytgancha. Shuni versakdan nonlarni qilib olaman. Okey, xo'p, 7 ta. Unda ozgina ovqatlar olib kelsam hech nima qilmaydi. Yo'q, to'xtanglar. Bu telefonimni qo'yib kelsam-mikan? Ha, mayli. Yo'q, mana buni olaman va hammasi yaxshi bo'ladi. Hop, mayli. Bu chuma deb sen kimsan? Voy salom, yaxshimisan? Bola chaqali deganlarni. Voy qarochi men yangi qishloqman. Tushmadim. Stop obunachilar. Men sizlarga o'zimni Telegram kanalimda maslahat beraman. U yerda o'zim ishlatadigan modlarni hammasini tashlab qo'yganman va u yerda bir-biridan ajoyib yangiliklarni tashlab boraman. Xullas, kanal silkasi video opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. Nimalar qilyapti bu? Juda ham g'alati ekan. Mana bu izimrudni mana bunday qilib olaman va hozir mazza qilib nima qilardik? Mana bu yerga borganim yaxshi deb o'ylayman. O'zingni bos. Qishloqlar, bunga nima bo'ldi? Mer, nima bo'ldi bu yerga? Qarochi qaraqadir bu yerdan g'alati qishloq kelib qolgan. Bizga ziyon qilmayapti, lekin bizni yomon qo'rqityapti. Даже meni ham qo'rqitdi. Buni yo'qotish kerak bo'lmasa, bu nimalar qilyapti? Bilmadim, mana boshqa hayronman. Buni nima qilib yo'qotmasak bo'lmaydi. Ha, to'g'ri aytasiz. Endi qanday qilib yo'qotsak bo'ladi? Men o'zi do'kon ketyapman. Yaqinlashma. Bilmadim shaxs. Nima qilib yo'qotishimiz kerak? Ha, to'g'ri aytasiz. Bolalar, aytgancha barcha salom do'stlar. Men ismim Shahis va mana yangi videoroligimga xush kelibsizlar do'stlar. Bugun do'stlar nima qilamiz aytaymi? Bugun do'stlar mana bu короче nima deydilar, mana bu do'kondan borib narsalarni olamiz va men bu qishloqqa juda ham g'alati ekan u. Mayli, o'zi biladi. Mana Hoshim mana bu yerda turibdi. Voy, nimalar qilyapti bu Hoshim? Hoshim, nima gap, tuzummi? Bola chaqalar yaxshimi? Bu Hoshim menimcha mikrofonni o'chib qo'ygan, menga eshitilmayapti. Mana do'stlar, mana Hoshim, mana hech qanaqa shaxs deganlarda, mana biz ikki xil odammiz. Mayli. Unda do'stlar nima qilamiz aytaymi? Men narsalarimni qo'llaman. Xo'p, janob, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Albatta, yaxshi. Xo'p, menga nimalar kerak edi? Tushunmadim. Men sizga yeguliklar olib keling degandim. Olib kelamiz, bugunlarga kelib qoladi, uzr. Shunday qilsanglar bo'lmaydimi? Nimalar qilyapti bu? Men ham juda ham qo'rqyapman. Bu yerdan ko'chib ketsam-mikan? Yo'q, unday qilmang. Mana sizga izimrud. O'sha narsalarni olib kelib, meni uyim ostida qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Mayli. Mana sizga mana 5 ta izimrud beraveray. Davay, sog' bo'ling. Davay, sog' bo'ling siz ham. Bizlar mayli unda do'stlar, hozir biz mana buni nima qilish kerak? Xo'p, mer bo'lmasa to'xtang, men adminga telefon qilaman va admin buni olib keladi. Eng oson yo'li. Davay, tezroq shunday qilsangiz zo'r bo'lardi. Bo'ldi, hozir men adminga telefon qilaman. Admin nomeri raqami nechida? Kompyuterda bordi. Hozir telefon qilamiz-da, adminni kutib olamiz. Okey. Adminga telefon qilib bo'lmas ekan hozircha. To'g'ri. Bunda yozib yuboramiz. Admin har doim onlayn bo'ladi. Okey. Bo'ldi. Hozir 5 minutlarda javob keladi. Ungacha admin kelgunicha men mana bu polizdagi ekinlarni qilib o'tirganim yaxshi. Har nima men ham xursand bo'lardi, men ham xursand bo'lardim. Adminga telefon qildingmi? Telefon qildim, ya'ni yozib yubordim. Hozir kelib qoladi. Mana buni ushlab turish qiyin bo'lyapti. Sen o'zi nimaga bu yerga kelding bu qishloqqa? O'zingni bos. Mana bu Hoshim, nima gap? Nimacha do'konga qatnaysan, yana mikrofoning o'chiqmi? Mayli, o'zing bilasan. O'zingni bos. Menga tegib oladi. Men yaxshi odamman. Mana admin kelyapti. Men hozir mana gaplashib olamiz. Meni uryapsanlar. Aferin. Assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom, bu yerda nima bo'lyapti? Janob, qaranglar. Meni buni uryapti. Meni yuzim shunchalik xunukmi? Yo'q, aslo yuzingiz xunuk emas. Nima tushunmadim. Nima buni uryapsizlar? Janob, bu bizga tahdid qilib, bizani urmoqchi bo'ldi hozirgina. Yolg'on gapiryapti. Shu rostmi? Rostmi, aytinglar. Unda nima telefondan kim qanaqa xabarlar kelyapti, mayli.
Qisqasi bu arzon, tushundinglarmi? Bunga teginmaydi. Nima dedi chumam? Qisqasi janoblar bunga teginmaylar. Men ayniqsa sizni kuzatib yuraman. Agarda biror nima bo'lsa, sizni ishdan haydayman. Yo'q, ketmon qayerdan keldi? Voy, mani ketmonimga o'xshayotgan buni qarang. Telefon olmoqchi edim. Mana xabar keldi, men ketishim kerak. Tushundinglarmi? O'zingizlarga qarab yuringlar. Xo'p, mayli unda. To'xtang. Okey, ana ketvordi. Qayerga ketdi endi bu bilmadim. Voy, yo'qkan. Mer, nima qilamiz endi? To'g'risini aytsam bilmadim. Buni nima qilib qishloqdan ketkazishimiz kerak. Lekin mana ishdan haydar ekan-ku. Buni majburlab ketkazishimiz kerak. Yo'q, majburlab emas. O'zi xohishi bilan ketish kerak. Ha, to'g'ri aytasiz. Unda men bironta ilojini topaman. Do'stlar, ko'rishinglar mumkin. Juda ham yomon bo'lyapti. Men lekin ilojini topishga harakat qilaman. Men qo'rqinchli kiyim zakaz qilaman va qo'rqinchli kiyim kiyib olib, uni qo'rqitaman. Okey, juda ham tez kor keladigan. Va mana 1 soatda qolmas keladigan. Mana bu dastlabki borayotgan qanunda juda ham qo'rqinchli. Okey, bo'ldi, zakaz qildim. Hozir 5 minutda keladi va hozir ko'rsatib qo'yaman. Ungacha do'stlar, mana bu narsalarni joylashtiraman. Ozgina kutamiz. Mayli. Xo'p do'stlar, buni qaranglar, menga qaranglar. Bu kiyim вообще so'rov, buni qaranglar. Wow. Balkim bu maskadek ko'rinar, yo'q, maskadek ko'rmasa kerak. Yo'q, maskadek ko'rmaydi. Даже oyoq kiyimim ham oyog'im qandaydir yo'qdi. Wow, juda ham zo'r ekan bu va pichog'i ham bor ekan. Hozir u tanamni ko'rsataman qanday nimalar qilishini. Do'stlar, men bilan yomon hazil qildi. Mana bu qilich bo'lsa ishonmaydi. Shu sababdan короче, qilaman. Okey. Wow, salom Hoshim, nimaga? Voy, uzr. Hazillashdim. Bu yoqqa. Hoshim, qochma. Voy, Hoshim. Men kiyimimdan qo'rqqan. Bo'ldi. Men lekin shaxs edim, ammo qo'rqqandan qochib ketdim. Mayli. Voy. Salom. Yaxshimisan? Bakamalla tushmadim. Salom ber. Yaxshimisizlar? Voy, bu yoqqa oldimga. Bu yoqqa, tushunmadim. Voy, menga nima deysan? Men seni, короче, shunaqalarni olib ketadigan bir shaxsman. Seni mana bunday qilib majaqlab tashlayman. Bo'ldi, menga tegma, ketaman. Bu qishloqdan ketishing kerak bo'ladi. Nimaga bu yerda yuribsan? Yana bir marta g'o'zani qilsang, bitta udar. Qochib ketdi. Hay do'stlar, qochib ketdi. Qochishni qaranglar, qochishni. Mer, yaxshimisiz? Men tegmayman, yaxshi odamman, bu yerda meraman. Voy, Mer, men axir shaxskuman. Nima? Tushunmadim. Shaxsman. Men shaxs bo'lsam, Mer. Voy, qo'rqitib yubording-ku. Boyagini qochirib yaxshi qilding. Boshqa qaytib kelmaydigan bo'ldi. Voy, boyagi Hoshimni ham qo'rqitib qo'ydim-da. Nima qilding? Ish qilibdi. Mana bu juda ham ajoyib ekan mana bu narsalar. Короче, rahmat, azizing, sog'mi, bormi? Mana bu chiroq lekin zo'r ekan. Ana endi kim men bilan o'ynashsa, o'shanday bo'lib kelaman, tushundinglarmi? Mayli. Bunda mayli, Mer, sog' bo'ling. Men o'zimni ishlarimni qilishim kerak edi va qaytib kelsa yana meni chaqirsangiz, men yana o'sha ko'rinishda kelishim mumkin. Davay, sog' bo'l. Shaxs. Kanaling tezroq 5 ga bo'lsa-da, boydan beri kutib o'tiribmiz. Albatta 5 ga bo'ladi. Meni obunachilarim eng zo'ri bo'lsa. Mayli. Do'stlar, qaranglar, sizlarga ajoyib va g'aroyib savol bermoqchiman. Savol shundaki, Hoshim man deydiganlar bo'lsa, kommentariyada Hoshim shaxs yozinglar. Короче, Hoshim shaxs. Короче, Hoshim bu shaxs yozinglar. Короче, Hoshim bilan shaxs, короче, bitta odam yozinglar. Ishoninglar. Ishonmaysizlar bo'lsa minus yozib qo'ysa bo'laveradi. Lekin haqiqat boshqa. Mayli do'stlar. Aytgancha, mana agar yuzimni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimga kirasizlar va Telegram kanalimda 1000 ta obunachi qilsanglar, yuzimni ko'rsanglar. Turq tarovatim.
Amal do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr do'stlar. Bunaqa mana bu qishloqlar kelib qolsa, meni usulimni qilishinglarni maslahat beraman va juda ham ajoyib bo'ladi agar meni usulimni qilsanglar. Yana bir marta kelsa, o'zim ta'zirini berib qo'y. Zombilar paydo bo'ldi, tushunmadim. Yana bir marta kelsa, o'zim ta'zirini berib qo'yaman do'stlar. Hop, mayli do'stlar, bugun sizlar bilan men yana shaxs bo'ldim. Kelasi videolargacha ko'rishguncha xayr. Muammer buyoqqa keling. Most of our viewers watch videos without subscribing. Please subscribe. It's easy for you, and for us, it means the world. Think of it as planting a seed of kindness with a single click. A legacy of strength. How Grandpa James taught a community to stand against racism. James Carter is an 82-year-old black man living in a small neighborhood where everyone knows his name. A retired electrician and former community organizer, James has spent his life quietly building bridges between people of different backgrounds. But his greatest legacy began in recent years, as he faced the challenges of aging with grace and courage. One afternoon, while sitting on his porch, James noticed a group of teenagers from the neighborhood gathered nearby, whispering and pointing at a young black boy named Malik. The boy had just moved into the area, and some of the teens were making hurtful, racist remarks. James's heart ached. He knew too well the sting of prejudice and exclusion. Without hesitation, James stood up and walked over to the group. His voice was calm but firm as he addressed the teenagers. "I've lived through harder times than you can imagine," he said. "Racism isn't just hurtful words. It's a poison that divides us. But it's up to us to choose how we respond." The teens fell silent, surprised by the strength and dignity in James's words. He invited Malik to join him on the porch, and together they shared stories. James spoke of the civil rights marches he had participated in, the friends he lost, and the hope that kept him going. Malik, inspired by James's courage, shared his own dreams of becoming a teacher and making a difference. Over the following weeks, James organized neighborhood gatherings where people could come together to talk openly about race, history, and community. His home became a safe space for dialogue, learning, and healing. Slowly, the teens who had once mocked Malik began to listen and understand. One day, a local school principal visited James to thank him for his work. "You're teaching more than history," she said. "You're teaching humanity." James smiled, knowing that his efforts were planting seeds of change. Despite the challenges of aging and the health struggles that came with it, his spirit remained unbroken. He continued to care for his neighbors, mentor young people, and stand firmly against racism, not with anger, but with wisdom and love. His story spread beyond the neighborhood, inspiring others to take similar stands in their communities. James Carter showed that age is no barrier to making a difference, and that the fight against racism is a legacy worth passing down.